Bu nima ekan? Bolakay. Istanbul Eko markaziga 4 yillik bepushtlik, birlamchi bepushtlik bilan bemorimiz murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda xo'jayinlarning urug'ida jiddiy muammolar va bemorimizning o'zlarining tuxumdonlarining po'stlog'ini qalinlashganligini ko'ruvdik va eko amaliyotini tavsiya bergan edik. Eko amaliyotini qilganimizdan keyin bemorimizga juda ham a'lo sifatli embrionchalar paydo bo'ldi. Ulardan ikkitasini bemorimizning bachadonlariga qo'yganimizda homilador bo'luvdilar va tabriklagandik. Bugun esa ushbu homilani sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Demak, mana bachadonning ichida muborak bo'lsin, mana homila xaltachasi va mana hammamiz orzu qilib kutgan o'sha brilliant va uzukchani ko'rib turibmiz. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga olish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, sizlar ham shunaqangi chiroyli rezultatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta hammasi Allohdan, lekin biz shu sababini qilishga qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaymiz. Istanbul Eko markaziga albatta murojaat qilib keling va ilk urinishlarda mana shunaqangi go'zal natijalarni qo'lga olish sizlarga ham nasib etgan bo'lsin. Salomat bo'linglar.